Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan tayyor pritseplarimiz, sotilgan pritseplar obzor qilib o'tamiz. Layklarni bosib, pritseplarga jo'natib qo'yamiz o'rtoqlar. Ramazon aksiyasi boshlangan. Ramazon aksiyasidan unumli foydalanib qolinglar. Hozir bir qator obzor qilib o'tamiz. Yurtdoshlar, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi tayyor pritseplarimiz. O'rtoqlar, Ramazon aksiyasi boshlangan. Ramazon aksiyasida pritseplar oldingi sotilib turgan narxidan 1 million, xudo xolasa 1 million aksiya qilib beryapmiz. Oldingi sotilib turgan narxidan. Ana murojaat uchun telefonlarimiz 99 577 46 46 88 528 46 46 nomerlarga murojaat qilaverasizlar. 1 mostlik, 2 mostlik pritseplerimizning tayyorlari bor. Zakazga ham tayyorlab beraveramiz. Manzilimizga kelsak, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida mashina bozori yonida yer qo'rg'ondan kelaverishda mashina bozoriga yetmasi mana 8 etajli domning ro'parasida mana avto sifrat servisga kelasizlar. Layklarni bosib, obuna bo'lib, pritsep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz. Murojaat uchun telefonlarimiz 99 577 46 46 88 528 46 46 nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Ichkarida ham tayyorlanayotgan jarayonlari hozir mana bu 3-chi turgan 2 mostlik pritsepimiz zakazga tayyorlangan. Buni hozir parkov qo'yaptilar Nexia'ga, shuni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana parkovlarini, elektromontajlarini oyaga 2 mostlik pritsepimizga egasi bu parkovlarni qilib beryaptilar. Mana yerdan bitta bir mostlik pritsepimiz tayyor. 2,5 ga 1,5 razmerda. Mana bu yerda 2,40 ga 1,40 bir mostlik pritsepimiz tayyor bo'lyapti. Mana bu yerda 3 metrga 1,70. Bu Surxondaryoga zakazga tayyorlanyapti, xudo xolasa. Rossiyadan turib pul o'tkazganlar. Shunga xudo xolasa yakshanba kuni egalar kelib olib ketadi. Bugungi sanamiz 2026-yil 27 sanasidamiz. Juma kuni. Har xil bir mostlik, 2 mostlik tayyor pritseplarimiz bor. Bemalol kelib xarid qilsangiz da bo'laveradi. Yoki zakaz asosida ham tayyorlab beraveramiz. Layklarni bosib, pritsep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz o'rtoqlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.